Obzorda qattig'ini tayyorlab qo'ydim sizlarga, sifatlarini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Sakzavotini Verona nomli gilaman. Ikki yon tomondan ikki xil tovlalari, rasvetkalari ham juda ham ajoyib, ko'rishlaring mumkin. Neoklassik uslubida to'qilgan gilomlarimiz 2024-25 yillarda ishlab chiqarilgan. Rasvetkalari klassik uslubdagi gilomni suyadiganlar uchun ayni muddao bo'ladi. Sifatlariga bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. 100% sholkoviy materiali, ikki yon tomondan ikki xil tovlanadi. Shipirushlari bir tarafga, sifatlari juda ham a'lo darajada, narxlari ishonaveringlar. Любой joydan solishtirib kelgan taqdirlaringda ham eng kami 100 ming, 200 ming arzonroq chiqadigan gilomimiz. Ko'rib qo'yinglar. Juda ham arzon narxda chiqaramiz bu gilomimizni. Sonlari ham juda ham chegaralangan. Voydali, bunaqa narxda gilomlarni obzor qilaman deb tushimga ham kirmadi, lekin siz aziz obunachilarimiz uchun shunaqa arzon narxlarda gilomlarni obzor qilib ko'rsatamiz. Sifatiga bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham ajoyib. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yomonlari bo'ladi. Obzorda qattig'ini tayyorlab qo'ydim sizlarga, sifatlarini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Sakzavotini Verona nomli gilaman. Ikki yon tomondan ikki xil tovlalari, rasvetkalari ham juda ham ajoyib, ko'rishlaring mumkin. Neoklassik uslubida to'qilgan gilomlarimiz. High-tech Turkiya gilomlariga o'xshatib to'qilgan, o'zimiz Samarqand zavodida ishlab chiqarilgan. Materiallari juda ham sholkoviy, ikki tomondan ikki xil ko'rinadi. Bu tomondan ko'rinishlariga bitta baho berib qo'yinglar. High-tech hamda klassika uslubini o'zida birlashtirgan, o'rtalari och молочный svetga o'xshaydi. Chekkalariga korishniy kombinatsiya qilingan. Bu tarafdan ko'rishlaring mumkin. Gilomimiz rangi umuman o'zgarib qoladi. Kim xohlagan tarafidan solishi mumkin. Videoda o'tkazib olishga shoshilmaydilar. Videoda oxirida albatta narxlarini aytib o'taman. Hozircha gilom haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Gilomimiz 100% polipropilen materialda to'qilgan. Bu sizlarga gilomni tozalashda, ishlatishda juda ham qulaylik baxsh etadi. Gilomimiz tezda bosilib ketmaydi, chunki materiallari juda ham sifatli ishlab chiqarilgan. Sakzavotini o'zlaring bilasizlar. Gilam ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 3-o'rinda turadi. Gilomimiz rasvetkasiga bitta baho berib qo'yinglar. Neoklassika uslubidagi gilomimiz. Endi ikkinchi rasvetkaga o'tkazamiz. Videoda boshdan like bosib qo'yinglar, chunki like bosishlaringga arziydigan obzor bo'ladi. Narxlari sizlarni o'ylantirib qo'yadigan darajada arzon bo'ladi. Videoda oxirida sizlarga bitta surprizdan tayyorlab qo'yganman. Shuning uchun videoda oxirigacha ko'ringlar. Videoda oxirigacha ko'rgan odam albatta surprizga ega chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bitta ko'rib baho berib qo'yinglar rasvetkasini. Juda ham ajoyib. Rasvetkamizni ham ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Oq hamda korishniy ranglar uyg'unligida ishlab chiqarilgan Sakzavotini Verona nomli gilami. Ko'rishlaring mumkin. Gullari juda ham chiroyli. O'rtadagi doiralari iloji boricha kengroq yoyilgan. Bu esa uylaringni kengroq qilib ko'rsatishga yordam beradi. Chekkalari iloji boricha kirchimoqroq qilib ishlab chiqarilgan. Bu esa gilomlar bilasizlar, chekkasi ko'proq kir bo'lib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun o'rtasini oqroq, chekkasini kirchimoqroq qilib ishlab chiqarishgan. Stul terganlaringda ham o'rtasi avanli shaklda juda ham ajoyib turadi. Rasvetkalari juda ham chiroyli. 2024-25 yillarda ishlab chiqarilgan. Rasvetkalari klassik uslubdagi gilomni suyadiganlar uchun ayni muddao bo'ladi. Sifatlariga bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. 100% sholkoviy materiali, ikki yon tomondan ikki xil tovlanadi. Shipirushlari bir tarafga, plisovga ham xudo xolasa shipirgiga ham bemalol ishlatishga oson bo'ladi. Rasvetkalarni bu tarafdan ko'rib bitta baho beringlar. Bu tarafdan gilomimizning rangi juda ham och ko'rinadi. Kim qaysi tarafdan yoqtirsa o'sha tarafdan ko'rishlari mumkin. Gilomlarimizning ikkala chekkasida popiklari bo'ladi. Gilomimiz razmerlari 3/5, narxlari juda ham ajoyib chiqqan. Shuning uchun videoga like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bunaqa narxlar faqat bizda bo'ladi. Любой joydan solishtirib, surishtirib, urushtirib kelaverasizlar narxlarni. Любой joydan narxlarni arzon qilib beramiz. Biz obzor qilayotgan narxlarda 95% holatda bizdan qimmatroq hisoblanadi. 5% holatda kimdir bizdan arzonroq hisoblaversa, kesalaring o'sha yerdan ham arzonroq qilib beramiz. Xudo xolasa narxlariga 95% javob. Xudo xolasa birov biz qilib berayotgan narxlarda qilib bera olmaydi. Rasvetkasini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Bu ham Sakzavotini Verona nomli gilomi, razmerlari 3/5. Videoda oxirida narxlarini aytib o'taman.
bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Sizlarga ilinib shunaqa arzon narxlarda videolar qilyapman. Eslatib o'taman, videoda ko'rsatiladigan narxlar faqat YouTubedan keladigan obunachilarga amal qiladi. Shuning uchun videoga like hamda podpiska tashlab qo'yinglar, chunki bunaqa obzorlarda o'tkazib yubormaysizlar. Xudo xolasa podpiska bo'lib qo'ysalaring. Endi bundan keyingi rasvetkasiga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Neoklassika uslubini suyadigan obunachilarimiz uchun, hashamat suyadigan obunachilarimiz uchun juda ham ajoyib bo'lgan sakzovutini Reflex nomli gilomi. Sifatlari juda ham a'lo darajada, narxlari ishonaveringlar. Любой joydan solishtirib kelgan taqdirlaringda ham eng kami 100 ming, 200 ming arzonroq chiqadigan gilomimiz. Ko'rib qo'yinglar. Juda ham arzon narxda chiqaramiz bu gilomimizni. Sonlari ham juda ham chegaralangan. Sifatlarini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Sakzovutini Reflex nomli gilomi 40% polyester, 60% polipropilen materiallarda uyg'unligida ishlab chiqarilgan neoklassika uslubida ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Materiallar ikki xil materialda to'qilgan. Vors balandligi 1-2 mm chiqadi. Ikki yon tomondan ikki xil tovlanadi. Sifatlari juda ham ajoyib. Rasvetkasini ko'ringlar. Bunaqa gilomlarda, bunaqa narxlarda sizlarga obzor qilyapman. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga albatta like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Qanchalik ko'p like, podpiska bo'ladigan bo'lsalaring, shunchalik arzon narxlarda, obzorlarda ko'rsatib o'tamiz. Hamma ham bizga o'xshab nomlari bilan, sifatlari bilan to'liq obzor qilmaydi. Faqat gilamlarda obzor qilamiz. Bir xil blogerlarga o'xshab faqat har xil nimalar bo'lmaydi. Bizda faqat gilamlarda obzori bo'ladi. Shuning uchun gilam qidirib yurgan tanishlaringga bu videoni yuborib qo'yinglar. Sifatlariga bitta baho berib qo'yinglar. 1 sm dan oshiqroq bo'ladi qalinligi. 40% polyester, 60% polipropilen materialda ishlab chiqarilgan. Rasvetkalari juda ham chiroyli. Razmerlari 3x5. 4 dona bor xolos bunaqa gilamimizdan 3x5 razmerda sizlarga juda ham arzon narxda obzor qilib ko'rsataman. Videoda oxirida albatta narxlari bo'ladi. Gilomimizga bitta baho berib qo'yinglar. Oxirga olib qo'ygan gilomimni ko'rib baho berib qo'yinglar. Neoklassika uslubida ishlab chiqarilgan sakzovutini. Bu ham Reflex nomli gilomi. 40% polyester, 60% polipropilen materiallari uyg'unligida. Rasvetkalari o'zidan bo'rtib chiqqan. Qalinligi 1-2 mm. Skromniy gilom xohlaydiganlar uchun rasvetkasi xudo xolasa 5 yil, 10 yil modadan qolmaydi, chunki ortiqcha ranglar ishlatilmagan. Skromniy och seriya bilan oq kombinatsiya bo'lgan. Gullari ham juda ham neobichniy, ko'zni charchatib yubormaydi. Yaqindan qaraganda gullari 3D bo'rtib chiqqan effektini beradi. Narxlari juda ham arzon bo'lib chiqqan gilomlarimizni albatta videoda oxirida aytib o'taman, ko'rishlaring mumkin. Ikki yon tomondan ikki xil tovlanadi. Voy dali, bunaqa narxda gilomlarda obzor qilaman deb tushimga ham kirmadi, lekin siz aziz obunachilarimiz uchun shunaqa arzon narxlarda gilomlarda obzor qilib ko'rsatamiz. Sifatiga bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham ajoyib. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring, hurmatli obunachilarim, sizlarga katta rahmat. Endi videoda oxirida hammasini narxlari bilan, manzillari bilan tushuntirib o'taman. Albatta surprizda ham aytib o'taman sizlarga. Rasvetkasini bitta ko'ringlar. Bunaqa narxda bunaqa gilom xudo xolasa любой joydan solishtirib ko'rsalaring ham topolmaysizlar. Endi narxlarini bitta sizlarga aytib o'taman. Hurmatli obunachilar, endi videomizning eng shirali joyiga keldik. Gilamlarimizning narxlarini birma-bir aytib o'tamiz. Bu sakzovutini Verona nomli gilami, birinchi rasvetkasi 3x5 razmerda. Bu gilomimizni 1 kvadrat metrini bizdan atiga 1 kvadrat metrini 129 ming so'mdan xarid qilasizlar. 3x5 razmeri 1 935 ming so'm bo'ladi. 12 ta viloyatga bepul dastavka xizmatini qilib beramiz. Pastdagi nomerlarga bog'laninglar. Dastavka xizmati mutlaqo bepul. 1 935 ming so'm ichida gilam ham uylaringga yetib boradi.
bo'ladi. Bunaqa narxlar faqat bizda bo'ladi. Agar kimda kim bizdan arzonroq beradigan bo'lsa, undan ham arzonroq beramiz, lekin 95% holatlarda bizdan arzonroq joyini topa olmaysizlar. Klassik uslubni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun Saxout'ni Verona nomli gilamni juda ham ajoyib uslubda to'qilingan oq va hamda karishmin ranglar kombinatsiyasida 2024-yil 2025-yillarda juda ham tez sotilgan gilomimiz rasvetkasini ko'rib bitta baho beringlar. Bu gilomimizni bizdan 129 ming so'mdan 1 kvadrat metrini 3/5 razmerdagi gilamni esa 1 ming so'm evaziga butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bepul bizga bog'laninglar. 1 ming so'm ichida dastavka xizmatini ham qilib beramiz. Shoshilinglar, gilomlar soni juda ham cheklangan, ulgurib qoldi degan aksiya bo'lyapti lekin 1 kvadrat metri 250 ming so'mdan 300 ming so'mgacha sotilayotgan Saxout'ni Reflex nomli gilomini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Neoklassik uslubida to'qilgan 40% polyester, 60% polipropilen iplarda to'qilingan qalinliklari 1-2 sm bo'lgan 1 kvadrat metriga 440 ming to'la ishlatilgan juda ham sifatli bo'lgan gilomimizni bizdan 1 kvadratini 179 ming so'mdan 3/5 razmerini 2 685 ming so'mga xarid qilasizlar. 12 ta viloyatga bepul dastavka xizmatini ham qilib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, biz bilan bog'laninglar. 2 685 ming so'm evaziga 12 ta viloyatga dastavka xizmatini qilib beramiz. Va nihoyat eng skromniy gilomimizni sizlarga obzorini qilib o'tkazdik. Bu gilomimizni ham 1 kvadratini 179 ming so'mdan 3/5 razmerini esa 2 685 ming so'mga xarid qilasizlar. Bunaqa narxlar faqat bizda bo'ladi. 12 ta viloyatga bepul dastavka xizmatini qilib beramiz. Bemalol luboy joydan aloqaga chiqaverasizlar. Albatta sizlarga eng sifatli gilomlarda, eng arzon narxlarda taklif qilyapmiz. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga juda ham zo'r obzorlarni qilib boramiz. Bizdan bundan-da zo'rlarni kutib qolinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Shu videoda ko'rgan narxlaringni dastavka xizmatlari bilan 12 ta viloyatga qilib beramiz. Xudo xolasa narxlari, sifatlari sizlar kutgandan arzonroq va sifatliroq bo'ldi degan umiddaman. Izohlarda fikrlaringni yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaring biz uchun muhim. Videomizni shu joygacha ko'rgan mijozlarimiz sog'lardan qurib qolmaydi albatta. Shu video 48 soat ichida 100 ta like, 100 ta kommentariy yig'adigan bo'lsa, kommentariyada eng yaxshi izoh uchun 100 ming so'm pul mukofoti beramiz. Shartlari juda ham oddiy. Shu videoga like bosgan bo'lishlaring kerak, albatta kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak. Agarda shu video 48 soat ichida 200 ta like, 200 ta kommentariy yig'adigan bo'lsa, ikkita mijozimizga 100 ming so'mdan pul mukofoti beramiz. Albatta bizda hammasi halol bo'ladi, faqat 48 soat ichida berilgan shartlar amalga oshsa bas. Bizdan manzillaring qayerda deb so'ragan mijozlarimiz uchun bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Kichik Halqa yo'li Bahor ko'chasi 18-uy. Orientir qiladigan bo'lsak, Hammavoy choyxonasi hamda Odessa kafelari yonida. Qumtepadagi bozorimiz Qo'shtepa tumani, Qumtepa bozori, katta mebel bozori bor u yerda. Gilam bozori bor. Gilam bozorida 437-do'kon. Bemalol payshanba va yakshanba kunlari u yerdan ham gilomlarda xarid qilishlaring mumkin. Juda ham arzon narxlarda, narxlar kafolatlangan. Bemalol videoda ko'rgan narxlaringda xarid qilishlaring mumkin. Luboy joydan narxlarni surishtirib kelinglar. Biz luboy joydan narxlarni qo'ldan kelgancha arzon qilib, sifatli xizmat ko'rsatishga va'da beramiz.